Mana bugungi ishimiz Damas avtomashinasi. Mana shu taraf krilosi, mana bir qarich ichkariga kirib ketgan. Eshigiga ham o'tgan ozgina. Ana endi bu mashinamizga yangi krilo qo'yib yig'ib chiqamiz. Ichki qismlari mana ichki qismlari ham qayrilib dabdala. Mana Damaschamizni krilolarini svirlo qilib, valerka bilan metkalardan kesib oldik. Ana endi mana yechib olamiz. Mana Damasimizni krilosini yechib oldik. Mana bunga mana bu yangi kriloni to'qamiz. Mana bu o'zi birak bo'lgan. Sotamiz uni 2600 mi? Mana Damaschamizni krilolarini qo'yib, mana svarkalarni tugatib oldik. Mana zazorlari hammasi birga bir yaxshi holatda. Xo'sh. Bu taraflari ham hamma joyi yaxshi kelib, cho'tki holatda. İşimiz davom etmoqda. Mana mashinamiz kraskalarini sepib oldik. Mana egalari shpaklovkasi kam bo'lsin deganlar uchun yangi krilon qo'yib yubordik. Ham oson, ham tez, ham sifatli chiqadi. Germetikalarini, tagi qismlarini ham qildik. Bu yerlarni videoga olish esimizdan chiqibdi. Bizni kuzatib boring. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Shunaqa ishlarni ko'p chiqarib boramiz. Mana mashinamizni eshigiga o'tgan joyi bor edi. Buni vakuumga chiqariladiganga kelishdik. Buni vakuum qilib chiqarib, keyin birdaniga hammasini polirovka qilib yuboramiz. Rangi bir xil bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.